Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Sardor Mamadaliyev YouTube'dagi Shotki TV'ga bergan intervyusida Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini kuylaganligi uchun Jo'rayevlar tomonidan sudga berildi. Faqat Sardor Mamadaliyev 20 dan ortiq san'atkorni ham sudga bergan. Bu haqda Sardor Mamadaliyev o'zining Instagram tarmog'ida norozilik videosi bilan ma'lum qildi. Sherali Jo'rayev ko'rmisham, bandaman qo'shiqlarini Chotki TV'dagi Abduvosit aka shu ijodkorlar tomonidan iltimos qilishgani uchun men intervyuda ijro qilgandim. Va 1 soat ham turmadi, ular oldirib tashlashdi, lekin hozir Adliya vazirligidan chaqirib ishimizni sudga oshibdi shu ashulalarni ijro qilganim uchun. Mendan tashqari yana 20 ta ijodkorni yozib berishgan ekan. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysizlar? Bitta insonni bir o'tgan kunida xotirlab, yaxshi gaplar gapirib, ustoz deb qo'ysangizda va sizni sudga berishsa. Men hech qachon shular to'g'risida yomon gap gapirmagandim shu kungacha. O'zlari majburlashdi va yana majbur bo'lyapman shunaqa gaplar gapirishga. Endi agar mumkin bo'lmasa, men o'zim talqinimda kuylayman. Bahora yo Mudir Dag'iy va Sardor Mamadaliyev YouTube kanalida hoziroq kirib ko'rishingiz mumkin, tayyor klipi bilan. Agar arizani qaytarib olishsa, olishmasa, men bir boshidan hammasini kuylayman. Sherali Jo'rayev muxlislari mendan xafa bo'lmaysizlar. Bular shunga majburlashyapti. Hatto 20 ta ijodkor turibdi, ya'ni sud eshigida. 130 million ishtirok berdi bittasiga. Izzat Xoliqov degan ukamizga. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysizlar?